Gembenci qo'rmasini yaxshi ko'rmaydiganlar yo'q-ku deyman. Bugun oilada gembenci tayyorlash usulini o'rganib chiqamiz. Mazmunga diqqat qiling. Yetarlik materiallar: to'xu go'shi, samsaq, zanjibil, chinsay, so'ng piyoz, mashanjolaza suvchilab tayyor qilib olamiz. To'xu go'shini shunday chanib olamiz. Buningga bir qoshiq tuz, yarim qoshiq oqmosh, bir qoshiq xo'jaomiyan, bir qoshiq jijing, bir qoshiq vijing, bir tal tuxum, bir qoshiq lavchujangyo muvofiq miqdor dianfin silib takshi aralashtirib olamiz. 1 minut atrofida aralashtirib, dori-darmonlarni go'shtga yeggizib yotgandan keyin 10 minutdan 15 minut atrofida qo'yib qo'yamiz. Qozonga may sepib, mayning gradusini yuqoriroq qizitib olgandan keyin to'g'ri go'shtini silib, mayda zalab pishirib, suzib elib tayyor qilib olamiz. Texim yaxshi mazmunlarni yo'llab berma, qo'llash nimasidan bir tal yurak berib, inkas rayonga 8 raqamlarini yo'llab qo'ying, qo'shmagan do'stlar qo'shib eling. Qaytadan yarim chumuch may qo'yib olgandan keyin samsaq, zanjibil, so'ng piyoz, shanjolaza, ochiq yeyishni yaxshi ko'rdiganlar azroq shomijo tashib etsanglar bo'ladi. 30 sekund atrofida qorib, mayga mezlik puroq kirgizib olamiz. Keyindan tayyor qilib olgan chingsayni mayda zalib olgan to'g'ri go'shtini silib, 1 minut atrofida takshi qorib tayyor qilib olamiz. Ko'rib mushagich kapsizlar, yurak yaxsiz olgandan keyin bir tal yurakni aymay besib qo'yinglar. Endi buning tuz ta'min tanishib olamiz. 1 qoshiq tuz, 1 qoshiq vijing, 1 qoshiq jijing, yarim qoshiq oqmosh, yarim qoshiq xo'jaomiyan berib o'tgandan keyin oz miqdorda may qo'yamiz. May qo'yib, yani takshi bir 30 sekund atrofida qorib olamiz. Oxirida muvofiq miqdorda oq kunji sepib etgandan keyin takshi 30 sekund qorib yetib, taqsiga ilib iste'mol qilsak bo'ldi. Sizmi oilangiz sinab beqing, qo'shmagan do'stlar qo'shib eling.